Bu noodatiy hayvon 1883-yilda avstraliyalik zoolog Frans Schulz tomonidan mutlaqo tasodifan topilgan. U shakli doimiy bo'lmagan, oqish rangli, plastinkaga o'xshash bu g'alati organizm Trichoplax deb ataladi. Urug' nomi qadimgi yunon tilida soch va plastinka degan ma'noni bildiruvchi ikki so'zdan hosil qilingan bo'lib, tur nomi sifatida lotin tilidagi yopishuvchi degan ma'noni anglatuvchi so'zdan olingan. So'zma-so'z tarjima qilinganda, uning nomi tukli yopishqoq plastinka degan ma'noni beradi. Bu organizmning kashf etilishi dastlab zoologlar orasida juda katta qiziqish uyg'otdi, ammo vaqt o'tishi bilan bu qiziqish susaydi va yarim asr vaqt oralig'ida Trichoplax deyarli o'rganilmadi. Chunki olimlar Trichoplax meduzalardan birining lichenkalik bosqichi bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi. Ammo 1971-yilda nemis zoologi Karl Grell Trichoplaxda tuxum hujayralar borligini aniqladi va uning tuzilishini elektron mikroskop darajasida o'rgandi. Tuxum hujayralarining mavjudligi bu organizm mustaqil biologik tur ekanligini isbotladi. Aynan Grell uni alohida tip plastinkasimon sifatida ajratishni taklif qildi. Endi Trichoplaxning tuzilishi haqida bir necha so'z aytib o'tsak, uning tanasi butunlay simmetriyadan xoli, diametri 2-3 mm, qalinligi esa atigi 25 mikrometrdan iborat hisoblanadi. Harakatlanayotganda tanasining shakli o'zgarib turishi sababi bu biroz amebani eslatadi. Biroq Trichoplax amebadan taxminan 5 barobar katta. Agar ameba faqat bitta hujayradan iborat bo'lsa, Trichoplax esa 50 mingga yaqin hujayralardan tashkil topgan. Shunga qaramay, ayrim amebalar hajman undan katta bo'lishi mumkin. Trichoplax dengiz hayvoni. U suv tubida yashaydi. U tanasini qoplab turgan qamchili hujayralar yordamida harakatlanadi. Tananing ichki qismida bezsimon va amebasimon hujayralari bor. Bu noyob organizmni o'rganish jarayonida uning ikki xil oziqlanish usuli borligi aniqlangan. Birinchi usul hujayradan tashqarida oziqlanish. Bunda qorin tomonidagi hujayralar fermentlar ajratib chiqaradi va suv o'tlari ustida yashovchi bakteriyalarni parchalaydi. Ikkinchi usul esa oziqa zarrachalar qamchalar harakati yordamida tananing ustki tomoniga yo'naltiriladi. Bu yerda ular qamchili bezlar yordamida bezsimon hujayralar tomon yutiladi. Ozuqa yutilgach, bu hujayra amebasimon shaklga o'tadi va Trichoplax tanasining ichiga kirib ketadi. Bu oziqlanish usuli fagositos deb ataladi. Olimlar hozirgacha ham bu noodatiy hayvonni o'rganishda hayratlanarli kashfiyotlar qilishda davom etmoqda. Bir asr davomida zoologlar Trichoplax faqat sudralib harakatlanadi deb hisoblashgan. Ammo keyinchalik u juda yaxshi suzishi ham aniqlangan. Hatto olimlar uning vaqtini katta qismini sudralib emas, balki suzib o'tkazishini taxmin qilishmoqda. Keyingi kashfiyotlar olimlarni yanada kattaroq hayratga soladi. Ma'lum bo'lishicha, Trichoplax tashqi ko'rinishidan himoyasiz ko'rinsa-da, u uncha beozor emas. Uni yemoqchi bo'lgan hayvonni kuchli zaharlab, falajlab qo'yishi mumkin. Buning uchun Trichoplax tanasining ustki qismida joylashgan mayda qora sharchalardan foydalanadi. Avvallari bu sharchalar yog' tomchilari deb hisoblangan, ammo keyinchalik olimlarning o'rganish natijasida bu qora sharchalarning ichida ularning zahar moddasi borligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, Trichoplaxda ba'zi zaharli ilonlarning zahariga o'xshash genlar mavjudligini ko'rgan. Bu zahar juda oz miqdori odamga zarar yetkazmaydi, ammo kichkina shilliq qurt uchun u falaj qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Trichoplaxlar haqida hali ham juda kam ma'lumotlar mavjud. Masalan, ularning ko'payishida turli xil ma'lumotlar haligacha yashirin, ko'payishi yaxshi o'rganilmagan hisoblanadi. Ma'lumki, ular ikkiga bo'linish yo'li bilan ko'payadi. Ba'zan esa ayrim individlar o'nlab mayda bo'laklarga bo'linadi va har bir bo'lakdan yangi kichik hayvon Trichoplax paydo bo'ladi. Shu bilan birga Trichoplaxlar jinsiy yo'l bilan ham ko'payadi, chunki ularda tuxum hujayra va spermatozoidlari mavjud. Trichoplaxlarda jinsiy ko'payish mavjudligi isbotlangan bo'lsa-da, hozirgi kungacha biron bir olim bu jarayonni bevosita kuzata olmagan. Hattoki laboratoriya sharoitlarida ham buni iloji bo'lmagan. Olimlar Trichoplaxlarda yana lichenkali, suzuvchi, rivojlanuvchi bosqichi bo'lishi mumkin deb taxmin qilishmoqda.
Ehtimol kelajakda olimlar bu ajoyib mavjudot haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishar. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz shundan iborat edi.